Yana arab tilida ajoyib gap bor. Bizni o'zbek tilimizda haqorat so'ziga aylanib ketgan u aslida bu arab tilidan kirgan. Masalan, jalaba. Jalaba yajlibu. Jalb qildi. O'ziga qaratdi degan ma'nosi bor. Ana shuni ham shunaqangi fohisha buzuq odamlarga bizni o'zbek mentalitetida ism qo'yib qo'yilgan. Nimaga desa ko'p ma'nosi bor. Birinchisi begonalarni o'ziga jalb qilish uchun likillaydi. Ko'zini o'ynatadi, ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Jalaba jalb qiladi. Ikkinchi ma'nosi qo'lga tushib qolsa, boshqalarni jalb qilishi boshlaydi. Baqir-chaqir qiladi. Eyvoh, voydod deb qichqirishi boshlaydi. U ham jalaba, ya'ni uni ham boshqalarni jalb qilish. O'shnaqa paytda o'shnaqangi jalabani, ya'ni boshqalarni jalb qilayotgan buzuqini tarafini olib borganlar dayus bo'ladi.